ehtiyot bo'linglar. Bitta og'iz so'zi bilan o'zini osib qo'ygan bolalar bor. Onani bitta og'iz so'zi bilan, otani bir og'iz so'zi bilan tushib o'zini osib qo'ygan podvalga bolalar bor-da. Men eshitganman, tajribamda ko'rganman, ham shunaqa onalar bilan ishlaganman. Har doim aytaman, so'zingizga ehtiyot bo'linglar. Bu hadisda ham kelganda, sandan chiqdimi, bo'ldi ishlab ketadi. Mani bolam o'g'irlik qilmaydi, mani bolam unaqa ish qilmaydi, mani bolam undoq, mani bolam unaqa emas deganlarni bolasi qilib ko'radi, bilasizlarmi? Kibrda. Keyin o'sha shokoladni olib o'g'irlab ko'rdim, qilma deyildimi? Endi bola ko'rganni qilyaptimi? Bola eshitganni qilyaptimi? Ana yerda amakilari yoki kimdirlar ichiga kirsa, kimdirlar sigaret chekayotgan bo'ladi. Bular rosa kulib mazza qilyapti-yu deydi, qilib ko'radi. Qilib ko'radi. U bola uni hech kim qaytarilmayapti. Shuning uchun bolani oldida maykasiz o'tirmay, otalar bolani oldida mana qiluvlar, bir xil tarbiyasiz ota-onalar bor. Xohlagan qilig'ini qiladi bolaning oldida, lekin u bolada o'sha narsa shakllanadi. Ertaga bolasi betarbiya qiluvlar qilsa, jahilligingiz chiqadi.